Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinglar. Mən İftixar Abdurşid. Cümə gününizə mübarək bolsun. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Gerçi Türkiye'ni idare kılıvatkan Adalet ve Terakkiyat Partisi baş buluvatkan Türkiye hükümeti Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatini Amerika qatorli g'arb davlatlarida ayblagandak irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb ayblab Xitoy qarta qattiq pozitsiya bildirmasimi, ammo mazkur partiyadan kelib chiqqan bir qism arboblar va siyosatchilar, shuningdek mustaqil mutaxassislar ham bir qism o'ktish partiya a'zolari Xitoyni ayblash ifodalarini bildirmoqda. Әні шуларның бірі Adalet ve Terakkiyat Partiyasının qurğucu əzalarından biri tonlagan siyasetşünas Profesör Nazım Gürdoğan Efendidir. İstanbul'daki Üsküdar Üniversitesi Profesörü Nazif Gürdoğan Efendi yaqında özünün Şərq Türkistan faqat Xitayninla emas, bütün Asiyanın Kaliforniyası mavzuluq obzor orqali Uyg'urlarning vatani, Uyg'urlar duch kelayotgan vaziyat haqida o'z qarashlarini o'tirib qo'ydi. U Qrim ovozi nomli tor gazetida 19 avgust kuni e'lon qilingan obzorida bugungi dunyoda diktator tuzumlarga o'rin yo'qligini bayon qilib mundaq yozgan. Xaritada Buyuk Turkiston degan joyda Şərq Turkiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmeniston, Qirg'iziston, Tojikiston va Shimoliy Afg'oniston qatorliq 7 davlat o'rin olgan. Lekin Şərq Turkiston 1949-yil qurilgan Xitoy Xalq Cumhuriyati tomonidan besib olingan. Xitoy Şərq Turkistonni besib olgandan keyin 1955-yilga kelganda Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni deb o'zgartgan. Uyg'urlar hozir Xitoyning ig'ir besimi ostida. Bugungi dunyoda demokratiyaning dushmani bir partiya bilan boshqariladigan diktator tuzumlarga o'rin yo'qdir. Profesör Doktor Nazif Gürdoğan Efendi Uyg'urlarning aql yo'li bilan mustaqillikka erisha oladiganligini bayon qilib mundaq dedi. Yangi bir dunyo barpo bo'ldi. Men buni to'rt burchak dunyo deb atayman. Burunqi yumaloq dunyo ketdi. Yangi dunyo qurilmasi qurildi. Yangi dunyoda davlatlar o'tirsida soat o'xshamaslik qolmadi. Davlatlar o'zaro yaqinlashdi. Dunyodagi demokratik ellar Xitoyni tizginlab turish uchun Şərq Turkistonning mustaqillik kurishini qo'llayotdi. Şu dünyanın her qaysi joylaridagi Şərq Turkistonliklarning faoliyatlarini nurg'un davlatlar kuzatmoqda. Şərq Turkistonning mustaqilligini qoral kuchi bilan emas, aql kuchi bilan amalga oshirishga bo'ladi. Bizda foydali qurolliq jang yo'q, ziyonli qurolsiz jang yo'q deydigan bir so'z bor. Mencha Tayvanga o'xshash Hong Kong mustaqil bo'ladi. Hong Kongning demokratiya kurashi Şərq Turkistonliklarning mustaqillik kurashiga foyda olib keladi. Sobiq Şərq Turkiston o'lkalik hukumatining rahbarlaridan biri Unutilgan Vatan Şərq Turkiston nomli kitobning avtori Aysa Yusuf Alptekin vatanni Xitoy besib olgandan keyin Turkiyaga panohlik tilashga majbur bo'lgan. Turkiya 1970-yilda Yevropa davlatlari bilan birlikda Xitoy davlati bilan diplomatiyalik munosabat o'rnatgan edi. Turkiya bilan Xitoyning diplomatik munosabat o'rnatganligiga uzun vaqt bo'lmagan bo'lsa-mu, turklar bilan Xitoylarning munosabati 2000 yillik tarixga ega. Xitoylarning turklarning hujumidan o'zini qo'g'dash uchun saddichini yasaganligini butun dunyo biladi. Qadimki davrlarda Xitoylarni bunchoq qo'rqita olgan turklar bugungi kunda Xitoyning Uyg'urlarga silayotgan zulm va kishilik huquq dafsanchiliklarni dunyo jamoatchiligiga anglitishga tirishyapti. Profesor Doktor Nazif Gürdoğan Efendi ta'kidlab mundaq dedi. Dunyodagi axborot vositalaridan foydalanib Şərq Turkiston masalasini dunyoning kun tartibiga olib kelish kerak. Faqat turk va musulmonlarning ommaviy tashkilotlarini emas, butun dunyodagi ommaviy tashkilotlarni harakatga o'tkazish kerak. Xitoyning Tibet, Hong Kong va Tayvan masalalari bor. Kishilik huquqi jihatdan ig'ir masalasi borligi butun dunyoga ma'lum. Shunga dunyoda jamoat fikri to'plab Xitoyga besim paydo qilish kerak. Xitoy bilan Şərq Turkistonliklar o'rtasidagi kurash 1757-yildan tortib davomlashmoqda. Osmanlı imperiyasi podshohi Abdulazizxon 1866-yili Qashqarda qurilgan davlatga yordam qo'lini uzatgan. Turan zaminda Turkiya degan Şərq Turkiston deganlik, Şərq Turkiston deganlik Turkiya deganlikdir. Şərq Turkiston Türk dunyosining sharqdagi qal'asi. Türklərinin Asiyadan Yevropaga safari Şərq Turkistondan başlagan və davam qılmaqda. İstanbul'daki Üsküdar Üniversitesi Profesörü Nazif Gürdoğan Efendi burun Türkiye Baş Ministerligiga qarashliq davlatlik planlash idorasida ishlagan. Amerikadagi universitetlarda mı ishlagan. Hozir Turkiyani idora qilayotgan Adalet ve Terakkiyat Partiyasining qurg'uchi a'zosi bo'lib, Turkiyada siyosiy ta'siri kuchli shaxs hisoblanadi ekan. Xitoyning LinkedIn nomli ijtimoiy aloqa torini qo'llanib, Angliyada josuslik faoliyatlari bilan shug'ullanganligi oshkorlangan. Angliyaning nopozliq axborotlaridan Zaman gazetining tekshirib aniqlashicha, Xitoy josuslari LinkedIn torida saxta hisobotlarni qurib, saxt ism va saxt shirkatlar orqali nurg'un angliyaliklarni oldigan. Ular xizmatga qabul qilish bahonasi bilan bu kishilarning tarjimonini yiqqan va ularni naqd pul badliga davlat maxfiyatligiga taqildigan materiallarni ta'minlashga qiziqtirgan. Ular bu usul orqali Angliyadagi davlat ma'murlari, olimlar, aqllar ambiri tadqiqotchilari,
ilmiy sohadagi tadqiqotchilar va hatto davlat xavfsizlik xodimlarini qiltoq tushirmoqchi bo'lgan. Zaman gazeti tarafidan ilib berilgan tekshirishga qaraganda, shundaq josuslarning biri LinkedInda Robin Jang degan ism bilan harakat qilgan bo'lib, uning kam degandimi 5 yil aktiv holda bu xizmatni davom qilganligi, o'zini Angliyada turishlik qilib ko'rsatgan bu shaxsning amaliyotda Xitoyda ekanligi va uning Xitoy davlat xavfsizlik ministrligiga chetishlik ekanligi ma'lum bo'lgan. Angliya davlat xavfsizlik ministri Tom Tagenhat Zaman gazetiga qilgan so'zida mazkur ijtimoiy aloqa torbitini qo'llanadigan davlat xodimlari emas, balki odatdagi tadqiqotchilar va shirkat xodimlarining ehtiyotchan bo'lish lozimligini eskartgan. LinkedIn odat kasbiy xodimlar ishlatadigan va ishga to'nishtirish asos maqsad qilingan bir ijtimoiy aloqa torbiti bo'lib, uning 930 milliondan ortiq abonenti bor ekan. LinkedIn Xitoyda mulozimat ilib berishga yo'l qo'yilgan birdan-bir g'arb ijtimoiy aloqa supasi bo'lib, 2014-yili mulozimat boshlagan bu supa Xitoyning talablariga amal qilish qo'shilganlikdan Xitoyda bir mezgil mavjud bo'lib turgan. Holbuki 2021-yilga kelganda LinkedIn Xitoyning o'rinsiz talablariga bardoshlik bera olmay, oxiri Xitoydagi mulozimatlarni taqagan edi. Mazkur ijtimoiy taratqu ayni chog'da Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik qilmishini fosh qilgan yoki Xitoydagi kishilik huquqiga xilof parxo'rliq, cheriklikka doir voqealarni oshkorlagan ba'zi jurnalistlarning hisobini cheklab, kuchli tanqidga uchirgan edi. Xitoyda yangilangan josuslik qarshi turish qonuni 2023-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab rasmiy ijro qilinishga boshlagandan buyon Xitoy taratqularida berilayotgan tutqun qilinganlar haqidagi xabarlar kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'amoqda. Oldingi haftadagi Xitoyning moliya to'rining xabarida 2016-yili sot ichilib jazo hukmi e'lon qilingan Yunnandagi Zisu ismli pensiyaga chiqqan Xitoy o'qituvchining zarbidorlar atirti qurib to'polon ko'tarish uchun chet eldan qurol sotishga uringanligi haqidagi xabar berilib, uning qilmishining josuslik qarshi turish qonunidagi davlat xavfsizligiga ziyon yetkazish, davlat hokimiyatini ag'darishga urinish moddalariga xilof ekanligi bildirilgan. Halbuki Xitoyning Markaziy televiziya stansiyasi va Xinhua agentligining 21 avgust dushanba kunidagi xabarlarda Yaponiyada o'qib qaytgan Xao familiyali Xitoy o'quvchining Yaponiyada o'qiyotgan mezgilida Amerika Markaziy axborot idorasining Yaponiyadagi xodim bilan aloqa o'rnatib, Xitoy davlatiga qaytib kelgandan keyin ma'lum hukumat organiga xizmat qilib, uchur to'plashga uringanligi oshkorlangandan keyin uning josuslik jinoyati bilan qo'lga olinganligi bildirilgan. Amerikadagi Xitoy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan analizchilardan Beijing Bahori jurnalining sobiq bosh muharriri obzorchi Hu Ping apandining Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, Xitoy hukumat xabarlarida atalmish josuslik qarshi turish qonuniga buzg'unchilik qilganlar haqidagi bu xil xabarlarning ko'paytirilishi Xitoy fuqarolarida qo'rqish kayfiyatini qo'zg'ash orqali Xi Jinping hokimiyatining bexatarligini qo'g'dash uchun yo'l qo'yilgan tadbir deyishga bo'ldi ekan. Xitoy hukumatining tutqun qilinganlar haqidagi bu misollarni ko'tarib chiqishidagi maqsad jamiyat qo'rqinch kayfiyat paydo qilish. Bu orqali o'ziga o'xshamagan ovozdagilarni bostirish. Chunki josuslik qildi degan qalpoqni kishilarga xohlagancha kiydirgili bo'ladi. Uningdan boshqa u yana buni ijro qilish usulida kishilarni o'zaro fosh qilishga rag'batlantirmoqda. Bu ahvol hozir hamma kishi o'zini qo'g'daydigan, bir-biridan ansiraydigan vaziyatni shakllantirdi. Bu xil ahvol Mao Zedong davrida, madaniyat inqilobi davrida bizning beshimizdan o'tgan edi. Biz buning qandaq ig'ir oqibatlarni keltiradiganligini yaxshi bilamiz. Men buning natijasida kishilar o'rtasidagi normal munosabat halqalari butunlay buzib tashlanadigan vaziyat shakllanmoqda deb qarayman. Hu Pingning ta'kidlashicha, bu qonunning ijro qilinish ahvolidan qaraganda, hozir Xitoy davlati ichida Xi Jinping qarshi norozilik kuchaygan bo'lib, bu qonun Xitoy davlati ichidagi hukumatga norozi bo'lgan fuqarolardan boshqa, yana Xi Jinpingning hukmronligiga norozi bo'layotgan Xitoyning hokimiyat qatlamidagi bir qism hukumat amaldorlarini nishon qilgan ekan. Buningdan 2 oy ilgari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi siyosiy o'zgarish qo'zg'ab, poytaxt Moskvaga yurish qilmoqchi bo'lgan Rossiyaning Wagner xususiy harbiy atirtining boshlig'i Yevgeniy Viktorovich Prigojinning 23 avgust kuni yuz bergan bir aeroplan voqeasida o'lganligi xabar qilinmoqda. Uning o'lim xabari garchi Rossiya doiralari tomonidan rasmiy turda dalillanmagan bo'lsa-mu, biroq aeroplan voqeasiga oid sin ko'rinishlarda Yevgeniy Prigojin o'ltirgan aeroplanning Rossiyaga oid boshqarilgan bomba bilan etib tushirilganligi ko'rilgan. Navbat aeroplan voqeasining keyinda Putinning suiqasdi borligi keng munozara qo'zg'amoqda. Milliy obzor xabar e'lon qilingan bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, agar Putinning bu suiqasdni planlaganligi dalillansa, u holda bu Rossiyadagi Prigojinga o'xshash o'qituvchilarga ularning yo'qilishining faqat balkondan tushib ketish, zix kirib ketish bilanla to'xtab qolmaydiganligi haqida signal bo'ldi ekan. Xabarlarda ko'rsatilishicha, Yevgeniy Prigojinning Rossiya prezidenti Putinning suiqasdiga uchrab o'lganligi haqidagi farazlar Xitoydagi ijtimoiy aloqa torbatlarida keng tarqalgan. Xitoylar Prigojinning o'limini Xitoy tarixidagi Lenbiao voqeasi bilan silishtirgan bo'lib, Lenbiaoning o'limiga oid materiallar torbatlarda qaytadan bosh ko'targan. Yaponiya Shizuoka universitetining professori Yang Haiying buning sababini Xitoy va Rossiyaning o'xshash diktator davlat bo'lishiga bog'lab, Rossiya bilan Xitoyning hamkorligi cheklanishi
kechirmisiz bo'lib kelgan. Agar biroz Putin qarshi chiqsa, uning oqibati yuqorqidek bo'ladi. Ya'ni kimki Xi Jinping qarshi chiqsa, uning taqdiridimi ikkinchi Lembiao bo'lishi mumkin degan. Putinga qarshi Öktish Prigojinning aeroplan voqeasi o'lganlik xabari 20-asr Uyg'ur tarixidagi unutilmas tarixiy tragediyalarni kishilarning esiga salmoqda. 1940-yillardagi Sharq Turkiston Milliy ozodlik inqilobining rahbari Ahmadjon Qosim boshchiligidagi o'makmi 1949-yildagi Beijing safarida sobiq Sovet ittifoqi bilan kommunist Xitoy o'rtasidagi sirliq siyosiy o'yinning qurboni bo'lgan. Ya'ni atalmish aeroplan qazosida hayotidan ayrilgan edi. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.